Agar sochingiz o'smayotgan bo'lsa va siz qo'lingizdan kelgan hamma narsani sinab ko'rgan bo'lsangiz, demak eng samarali tabiiy vositalardan birini e'tiborsiz qoldirgansiz. Bu piyoz po'sti, odatda tashlab yuboriladigan qismi. Aslida sochingizga kerak bo'lishi mumkin. Bu videoni saqlab qo'ying, chunki sizni hayratda qoldiradi. Mana qanday tayyorlash kerak. Qizil piyozning quruq tashqi po'stini oling. Piyoz po'stida bir qancha foydali moddalar mavjud. Ular bosh terisidagi yallig'lanishni kamaytiradi, qon aylanishini kuchaytiradi va soch follikulalarini oksidavit stressidan himoya qiladi. Po'stlarni 2 stakan suv solingan qozonga tashlang, lekin qaynatmang. Aksincha juda past olovda 20 daqiqa davomida damlang. Bu usul faol moddalarni saqlab qoladi. Suv och jigarrang tusga kirgach, olovni o'chiring va soviting. So'ng uni suzib purkagishli idishga qo'ying. Qanday ishlatish kerak? Avvalo piyoz po'stidan tayyorlangan suvni to'g'ridan-to'g'ri bosh terisiga seping. Yengil massaj qiling va tuni bilan qoldiring. Hidi kuchli emas, natija esa bunga arziydi. Haftasiga 3 marta qo'llang. 2 hafta ichida sochingiz kamroq to'kila boshlaydi. Tezroq o'sadi va sog'lomroq hamda qalinroq ko'rinadi, ayniqsa ingichkalashgan joylarda. Hoziroq profilimdagi Telegram kanaliga obuna bo'ling. U yerda sochingizni yanada yaxshilaymiz.